Bugungi mavzu trend mavzu desam ham bo'ladi. Firibgarlar to'g'risida. Qaysi firibgarlar? Ya'ni o'zini vatandoshlarini ayamasdan, birovni pulini yeyishdan qo'rqmasdan, birovni haqqini yeyishdan qo'rqmasdan, ko'zini yummasdan birovni puliga egalik qiluvchi firibgarlar to'g'risida. Nega bunday deyapman? Chunki bugungi kunda juda ham ko'p sodda xalqimiz chet davlatga pul topish uchun, farzandlarini halol mehnati bilan boqish uchun chet elga harakat qilishyapti. Mana shu chet elga ketishga harakat qilib yurgan vatandoshlarimizni ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi konsalting firmalar, ba'zi bir deb aytayapman, barcha demadim. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi konsalting firmalar odamlarning pullarini shilib, o'zlarini chet elga yubormasdan aldab yurishibdi. Mana shunday firmalardan biri Euroviza Center deb ayta olaman. Menga 12 kishi murojaat qildi, 12 kishi nomidan ariza yozdim. Ariza 3 oydan beri turli instansiyalarga boradi, hech qanaqa natija ko'rsatilmaydi. Vaholanki 12 ta odamdan 16 million so'mdan pul olingan. Menga murojaat qilgan odamlar 12 ta edi. Aslida murojaat qilmaganlari yana bir 70 tacha odam murojaat qilmaganlar bor. Demak, agar hech kim bunday holatga e'tibor qaratmas ekan, bunday firibgar konsalting firmalar soni ko'payaveradi. Qashshoqlashayotgan xalqimiz battar qashshoqlashadi va to'g'ri ishlaydigan konsalting firmalarning ham nomi yomonga chiqadi. Yoki bo'lmasa to'g'ri litsenziyasiga ega bo'lgan, chet elga yuborish litsenziyasiga ega bo'lgan mehnat migratsiyasi bilan shug'ullanuvchi konsalting firmalarni, ish beruvchi firmalarni nomi ham yomonga chiqadi. Shunday ekan, men Ichki ishlar vazirligi tizimidan, Toshkent shahar prokuraturasidan bu toifadagi ishlarga jiddiy e'tibor bilan nazoratga olishlarini so'rab qolardim. Nimaga aynan Toshkent shahar prokuraturasi yoki ichki ishlar deyotganim sababi, ichki ishlarga yozilgan arizam ham, prokuraturaga yozilgan arizam ham biror bir natija ko'rsatmayapti. Nega har bir holat bo'yicha yozilgan ariza to'liq o'rganib chiqilmayapti? Men bunga tushunmadim. Iltimos, bu videoni imkon qadar tarqating yoki kimnidir tanishlari ichki ishlar sohasida ishlashsa yoki bo'lmasa prokuratura tizimida ishlovchi rahbar xodimlarga ham yetib borsinki, bunday toifadagi ishlar nazoratga olinsin.